Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Dilisa Ismoilov. Dilisa 26da yangi kelgan o'sha yashil kartali playerlarni birgina videoning o'zida barchasini oling deb murojaat qilganlar bor edi. Tanga olmoslari agentlari ko'p akkauntlar so'rab mana shu videoni bittada hammasini olishga harakat qilib ko'ring deb yozgan obunachilar bor edi va ushbu obunachilar uchun barchasi tayyor. Bu galgi videoda mana ko'rib turibsizlar 22 ta agentlarimiz va undan tashqari 7,5 mingta olmoslarimiz bor va qo'shimchasiga sezon passni ham ochilgan ekan. Agar ochadigan bo'lsak yana qo'shilar edi-yu. Va bu galgi video uchun yangicha formalar, o'sha Milanning 2011-yildagi formalari bo'lsa kerak. O'zim ham bilmadim-u. O'zimga yoqqanligi uchun formalarim sonini yana bittaga oshirib, bu galgi videoda ham qiziqroq bo'lishi uchun yana kayfiyatni ko'tarib oldim yangicha formalar bilan. Videoni omadli bo'lishi uchun shuncha imkoniyatlarimizni sarflaymiz va shuncha sariq kartali playerlar ham bor va qo'shimchasiga juda ham ko'p bizda futbolchilar va akkauntni o'zi ko'rsatib o'tishim kerak edi. Hozir videoning boshida ko'rdingiz, Ronaldo, Messilari Champions holatda va Rafinha, Alvareslar ham mana yangicha kartali holatda. Deyarli barcha klassik playerlar olingan va full qilingan holatda, kuchaytirilgan holatda. Vidal ham bor qo'shimchasiga. Boshqa futbolchilarchi mana Sadio Mane, Diego Jotalar dahshat. Ushbu akkauntning egasi o'zi ham barcha o'sha kerakli futbolchilarni olib yangi sotib oladigan odamga birorta ham ish qoldirmagan ekan. To'g'ri eshitdingiz, ushbu akkaunt sotiladi. Bir tanishim o'sha Javohir ismli 2000-yil atrofidagi mendan biroz yoshi kattaroq bir o'sha Dilisa o'ynaydigan tanishim o'sha akkauntini sotmoqchi bu galgi videodan so'ng va oxirgi marta menga video qilish uchun imkoniyat bermoqda. Mana bu yerda bonuslari kamroq ekan-u. Va ushbu videoda biz mana shu Harry Kane, Mbappe hamda Dembelelarni agar tezda tushiradigan bo'lsak to'xtab turishimiz kerak ekan. Shu videoni davom ettirmasdan shunaqaga kelishdim va akkauntning narxini endi yana o'sha Telegram kanalda e'lon qilaman. Qimmatroq bo'lishi mumkin, yana bilmadim. O'sha Telegramdan Dilisa Ismoilov fan klub yoki Dilisa Ismoilov deb qidirasizlar. O'sha Dreamliga uzubi qizil kanal chiqadi. Eng aktiv kanal hozirda meniki va ishonchli xizmatlar hamda mening eng original akkauntim Telegram lichkam ham bor. O'zimga murojaat qilishingiz mumkin. Telegramga kim qarayapman, mayli, adminlarim sizlarga yozaveradi va bizda 22 ta agentlar, 7,5 mingta olmos. Jami nechta hozir imkoniyatimiz bor? 22 ta 37 tacha imkoniyatimiz bor va 14.9%, deyarli 15% imkoniyat. Bu degani kamida 6 ta agentlarni olish kerak. Gaplarimiz ko'payib ketdi, mayli. Boshlaymiz videoni. Akkauntni ham ko'rdingiz, qiziq akkaunt, kuchaytirishlarini ham bitta ko'rsatib olay. Shunday holatda kuchaygan akkaunt. Mana klassik playerlari ham super kuchaygan. Oddiy futbolchilari ham mana Ronaldo, Messilar 96 dan, Neymar ham bor. Endi mayli, kanalda ko'rasizlar narxini. Hozircha shunchaki videoda mana shu qanday kuchaytirilganliklarini ko'rib olishingiz mumkin va yana qo'shimcha 2 ta klassik playerlar. Va bo'ldi. Ular qatoriga hozir yashil kartali playerlar ham qo'shiladi va videoni men boshladim asosiy qismini, lekin futbolchilar sotish kerakmi? Ko'paytirib yuborgan ekan. Futbolchilarni hozir sotib yuborishim kerak. O'zi 19 taga 66 ta, jami 85 ta futbolchilar bo'lib ketgan ekan ushbu akkauntda. Sotib yuboray tezda, mana shu 5-6 ta futbolchilarni sotib agentlar ochaveramiz. Va boshladik agentlarimizni. Birinchi agentimiz qanday omadli bo'larmikan ushbu akkaunt? Yo'q, birinchi agentda fransiyalik futbolchi chiqmoqda. Tezlashtirib yuboraman. To'g'ri tushunasizlar. Nima yo'qmi? Nima ham yo'q. Yashil kartali player chiqsa o'shanda ko'rsataman xolos sizlarga. Ikkinchi imkoniyat. Yana oddiy player, yana fransiyalik. Xo'p.
Yana davom etamiz. 3-imkoniyatimiz. Hop. Yana oddiy player, yana fransiyalik futbolchi chiqmoqda. Bunday yana tezlashtirib yuboramiz. 4-playerimiz yana oddiy va belgiyalik. Mayli. Videoning boshida shunday omadsizliklar bo'lib turibdi-yu, lekin bizning imkoniyatimiz hali ham 15% imkoniyatda. 5-imkoniyatimiz. Balki endi chiqar. Yo'q. Shotlandiyalik McTominay. Endi 5 ta futbolchilarni sotib yuboramiz-da. Yana 5 ta agentlar ochib davom etaveramiz. Albatta chiqadi bu galgi videoda kamida o'sha 5 ta yashil kartali player olishimiz kerak. Kundeni ham sotib yuboramiz. Va Duyeni ham. Shunday qilib. Sharhlovchini o'zgartiraylikmikan ovozini? Ispancha sharhlar, portugalcha sharhlashga o'zgartirdim. Ha ketdi. Yana amerikalik Pulisic chiqdi. Tezlashtirib yubordik. Qaytaramiz. Pulisichga. Navbatdagi agentimiz, balki endi yashil kartali player chiqar desam yo'q, ispaniyalik. Yana tezlashtirib yuboraman sizlarning vaqtingizni tejash uchun. Balde chiqmoqda. Yana navbatdagi agentimiz. Yashil kartali playerlar chiquniga qadar mana shunday tezlashtirib yuboraveraman. Tezda bo'lmasa videoyimiz juda ham cho'zilib ketadi vaqti. Endi chiqar. Hop, yo'q. Orban ismli himoyachi chiqdi. Balki endi. Biz 9-imkoniyatimizmi hozir bu yoki 10-mi? Portugaliyalik. Esingizda bo'lsa, o'tgan galgi o'sha Open Pack videosida ham shunday qiyinchiliklar bo'lgan edi. Videoning boshida chiqmasdan turib, keyin birdaniga 2-3 martalab chiqqan edi. O'sha yashil kartali playerlar. Yana shunday holat bo'lishi mumkin. Hop. Har 5 ta agentlar ochganimizda sotib yuborib turishimiz kerak ekan bu yerdagi futbolchilarni. Akkaunt shunchaki to'lib toshgan futbolchilar bilan o'zi anchagina o'ylab futbolchilarni olish kerak ushbu akkauntga. Yana navbatdagi agentimiz. O'zi 10 tagina agent ochdik, birorta ham yashil kartali player tushmadi. Endi tushar balki 11-imkoniyatimizda. Yo'q. Yana Koman chiqmoqda. Mana bu yerdan ko'rib olsak, imkoniyatimizni yana 4 ta imkoniyatdan so'ng aniq yashil kartali player tushadi demoqda. 12-imkoniyatimiz yana Daniyalik. Omadsiz bo'lmoqda video boshlari. Endi baribir imkoniyat ko'p. Hali harakat qilaveramiz tushirishga va ana endi birinchi yashil kartali playerimiz bu galgi videodagi italiyalik. DLSda mana eng kuchli darvozabon bo'lgan, ya'ni eng kuchli reytingda 86 bo'lib kelgan. Ajoyib darvozabon. Bo'ylari esa juda ham baland, 1.96. Donnarumma chiqmoqda 2025-yilning eng yaxshi darvozaboni. Yaxshi, birinchi yashil kartali playerimizni oldik. Mana bu yerga joylashtiramiz Zenga o'rniga. Va yana davom etaveramiz. Yashil kartali playerlar olindi bizda va imkoniyatimiz 12.8% gacha tushib ketdi. Mayli, chiqaveradi baribir bizga yashil kartali playerlar. Tezlashtiramiz. Gorella chiqdi. Endi-chi? Yo'q, yana fransiyalik. Kamavinga. Yana bir marta ochish imkoniyatimiz bor bizda. Hop, yo'q. Ispaniyalik. Qani chiqishini ko'raylikchi ushbu futbolchini. Yo'q, tezlashtirib yuboraveramiz. Isco chiqmoqda. Ushbu kartasida sochlari yo'q holatda, lekin DLSdagi holati sochlari uzun bo'lib qolgan ekan.
yangilanishda to'g'irlanib ketadi. Yana ochish imkoniyati bormi? Yo'q. Iskoni ham sotib yuboramiz. Yana 5 talik agentlar ochishga qaytib olamiz. Xo'sh. Komanni ham sotamiz. Kingsley Coman va hujumni ham sotib yuboramiz. Va yana bizda deyarli 6 ta yana 20 ta imkoniyatimiz bor agent ochishga. Bu degani juda pastlab ketdi imkoniyatlarimiz. Boshida o'zi 6 ta yashil kartali player deb aytayotgan edim, lekin tushib ketdi imkoniyatlar hozir. Va yana yashil kartali player chiqmoqda, ispaniyalik. Hozir Lamine Yamal bo'lsa kerak ushbu futbolchimiz. Chiqishlari mana 86 shooting. 2025-yilda o'zi juda ham kuchli o'yinlar ko'rsatgan va hozir ham darajasini yaxshi holatda kuchaytirayotgan yosh yulduzlardan biri Lamine Yamal. Yashil kartali holatini ham ola oldik biz. Endi birinchi marta olinyapti menda. Umumiy mana shu yashil kartali playerlar open pack videolarimda statistikalari ham ajoyib holatda. 6 ta 100 holatini ham chiqara olsa kerak Yamaldan. Chunki kuch ko'rsatkichi va takling ko'rsatkichlari pastroq. Yaxshi, Yamal ham olindi. 2 ta missiyamizni bajardik. Alavesni o'rniga joylashtiramiz. Xo'p. Lekin asosiy yulduzlar qolmoqda. Biz olishimiz kerak bo'lgan Dembele, Keyin hamda Mbappelar. Akkauntning egasi ushbu futbolchilarni kelishini kutmoqda, olinishini. Davom etaveramiz. Yo'q, yana oddiy futbolchi portugaliyalik Cancelo chiqmoqda. Barselonaning yangi futbolchisi ushbu futbolchi ham. Darajasi yana oshishi mumkin Canceloning. Navbatdagi agentimiz kim bo'lar ekan endi? Yana oddiy kartali Laymer. Xo'p, yana ochishda davom etaveramiz. Yo'q, yana Misrlik Omar Marmush bo'lsa kerak. Manchester Cityning hujumchisi, shooting 86 va mana aniq 81 reytingli. Xo'p, yana davom etamiz. Chiqar endi. Yo'q. Polshalik darvozabon Chesney chiqishi kerak hozir, albatta. Xo'sh. Oxirgi bonus agentimiz qolmoqda. Qorish mumkinmi endi? Oxirgi bonus agentimizdan ham bermadi bizga. Gollandiyalik Rangersni berdi. Sotib yuboramiz yana keraksiz futbolchilarni. Xo'sh. 5 talik agentlar ochishga qaytamiz. 15 ta imkoniyatimiz bor endi bizning. Deyarli 15 tadan ham ko'proq imkoniyatimiz bor. 20 ta deb aytsak ham bo'laverar ekan, o'zi 360 tadan olmoslarni sarflaydigan bo'lsak, yana 20 ta imkoniyatimizga 3 ta yashil kartali playerni tushirish mumkin. Videoyimizning vaqti cho'zilib turadi, to'g'ri tushunasizlar. Open packlar o'zi videosi shunaqa bo'ladi. Va shunday open packlarning o'sha yashil kartali playerlarni hammasini tushirib olganimdan so'ng, oxirida mana shu yashil kartali playerlar ketgandan so'ngmi bir o'zim montaj qilib, barcha yashil kartali playerlarni ketma-ketlikda olganimni o'sha videolarning orasidan qirqib turib joylayman. Shu YouTube kanalga bir montaj ajoyib video chiqadi. 11 ta yashil kartali playerlarni hammasi olingan holati bo'ladi. Va yana davom etamiz. 356 ta olmos bilan bizda endi 20 tadan ortiqroq imkoniyat degani bu. 3 ta yashil kartali player olish imkoniyatimiz bor. Lekin birinchisi Chouameni chiqdi. Yana davom etaveramiz. Yashil kartali playerlar chiqmaguncha va yana yashil kartali player va hamda Mohamed Salah chiqmoqda. Salahni ko'rdingiz, yaxshi kuchaytira olamiz Salahni. Va o'yinlari ham o'tgan galgi videolarda anchagina ta'riflab berganman. Xarakter jihatdan ham zo'r futbolchi
Ushbu akkauntdagi 3-yashil kartali player bo'lar ekan. Yaxshi darajasi tushadi ushbu futbolchini ham, Salahni ham. Olib qo'yishingiz kerak akkauntingizga albatta. Endi qanday joylashtiramiz Salahni? Mayli, Bergkamp o'rniga joylashtiraveramiz. Va yana dalasachilarga shu Bergkampni ham eslatib o'tishim kerak ekan, chunki ko'pchilik qiziqmayapti shu Bergkampning mana shu kartasi pastroq, dalasada yaxshi o'ynata olmayman, shunaqa gaplar aytayapti-yu, lekin ushbu futbolchini o'sha eski o'yinlarni bir qidirib, topib ko'radigan bo'lsangiz, kartasi har qanday holatda bo'lsa ham, masalan biz hozir Abduqodir Husanovni olyapmiz, u past darajali bo'lsa ham, Bergkampni ham shunday darajali holatiga ham rozi bo'lib tarkibingizda borligiga shukr qilasizlar. Agar mabodo tarkibingizda bo'ladigan bo'lsa, hech qachon sotib yubormang ushbu futbolchilarni. Bergkampni ayniqsa klassik futbolchilarni o'zi sotib yubormaslik kerak. Bergkamp shunday qadrli futbolchilardan biri. Masalan, mening akkauntimda agar Bergkamp bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha zaxirada maydonga tushirib bo'lsa-da o'ynatishga harakat qilaman. Klassik playerlarni baribir bori yaxshi biz uchun. Yana davom etaveramiz. Ketma-ket tushmadi, lekin chexiyalik Patrik Shik bo'ladi albatta ushbu futbolchimiz. 81 reytingli. Ajoyib futbolchi. Yana davom etaveramiz. Yashil karta playerlardan chiqarmikan endi? Yo'q. Ispaniyalik Williams chiqmoqda. Tezlikda izlanishlar ajoyib ushbu futbolchida ham. Yana davom etaveramiz. Xo'p, fransiyalik ikkinchi martalab chiqmoqda ushbu darvozabon. O'tgan galgi Open Pack videolarimda ham chiqqan edi. PSG darvozaboni edi, adashmasam. Endi chiqar yashil kartali playerlar. 3tasi olindi. Yana 3ta olish imkoniyatimiz bor bizning. 11% gacha tushib ketibdi, lekin imkoniyatlar bu degani 2 ta imkoniyat bo'lishi mumkin degani. Va mana 12 ta imkoniyatdan so'ng aniq yashil kartali player tushadi demoqda bu yerda ham. Ungacha kuta olmaymiz biz. Tezroq yashil kartali playerlardan olishimiz kerak, lekin endi gollandiyalik De Jong chiqmoqda. Balki endi chiqar. Futbolchilarni sotib yuborishimiz kerak 5 tasini. Williamsni sotamiz. Lekin akkauntning egasi juda ham umid qilgan edi, shu Mbappe, Dembele, Harry Kane'lardan biri uchalasi tushadi deb umid qilayotgan edi videoda. Lekin baribir omadimizga bog'liq, o'zi shuncha sariq kartali playerlar bor. Ularning ichida mana 11 ta yashil kartali player va ularning ham ichida mana shu 3 ta futbolchi tushishi kerak deb aytgan edik, mayli. Pulga bo'lsa ham sotib olish mumkin agar ushbu obunachimiz keyinga yana pulga keladigan bo'lsa, shunday yashil kartali playerlar. O'zi Ronaldo, Messisini ham men sotib olib bergan bo'lsam kerak. Ferran Torres. Yana chiq endi. Yo'q. Portugaliyalik endi. Vitinha. Portugaliyalik, fransiyalik, ispaniyalik sariq kartali playerlar juda ham ko'p dalasada. Yo'q. Argentinaliklar ham bor mana. Romero. Xo'p, bizning 10 tadan ko'proq imkoniyatlarimiz qolmoqda. Endi tushmasa bo'lmaydi, shu Dembelelar hech bo'lmasa. Yo'q, yana ispaniyalik. Yana davom etaveramiz. Yo'q. Nigeriyalik Lukman chiqmoqda. Xo'p, sotib yuboramiz Lukmanni ham. SMS bo'limiga o'tamiz. Mana futbolchilar sotib yuboraveramiz. Shuncha agentlarimiz lekin bir tomondan behuda ketdi. Xo'sh. Lekin 3 talik mana shu yashil kartali playerlar yomon emas.
umumiy mana shu foiziga bo'lib qaraydigan bo'lsangiz, mana hozir 11% degani o'zi 10 tadan bitta degani. Bizda 15% edi boshida, lekin tushish imkoniyati past edi. Masalan, 15% dan hisoblasangiz ham har 6 ta 7 ta agentda bir marta tushish imkoniyati bo'ladi. Hozir biz 20 tadan ko'proq agent ochdik, o'zi 3 ta yashil kartali playerlar bu to'g'ri holat hozir. Dalasi muhimi shu holatlar bo'yicha aldamayapti. Braziliyalik ko'ramiz endi, taxmin qilib ko'ramiz kimligini. Gabriel bo'lsa kerak hozir 3-raqamli yoki Militao ekan? Albatta Militao 81lik holatida. Yana 356 ta olmos. Endi chiqar. Yo'q. Urugvaylik. Valverde menimcha akkauntga olingan yo'q. Araujo bo'ladi shu futbolchi albatta. Tezlashtirib. Hop. Chiqarmikan? Yo'q, yana chiqmadi. Italiyalik futbolchimiz chiqmoqda. Va yana 3 ta imkoniyatdan so'ng albatta yashil kartali player chiqadi deb ko'rsatmoqda bizga. Bemalol ochaveramiz 3 ta imkoniyatimiz qolguncha. 100% lik imkoniyatda baribir aniq tushadi deb ayta olaman men ham. Balki ungacha tushib qolar. Balki yo'q, tushmadi. Ana endi mana keyingi playerimiz, legendariy agentimiz albatta 100% imkoniyatli yashil kartali player bo'ladi demoqda. Mana ko'ramiz, hozir bizda mana bu yer ham to'lib toshdi. Mana 4 ta sariq kartali va bitta yana sariq kartali futbolchi bor. Agent aniq yashil kartali player bosib ko'raman, agar hozir alinaqa yozuv chiqmasligi mumkin. Futbolchilar soting degan 356 ta olmosga xullas biz yashil kartali player olishimiz kerak va Mbappe, Harry Kane hamda Dembelelardan biri bo'lishi kerak ushbu futbolchi. Qani taxminimiz, tavakkalimiz o'zini oqlarmikan? Yashil kartali player albatta. Tavakkalimiz yaxshi bo'ldi, taxminlarimiz. Angliyalik ajoyib hujumchi Harry Kane, shooting 96 va umumiy ko'rsatkich 87 holatda bo'lgan futbolchimiz mana bizga chiqmoqda. Videoning qisman missiyalaridan biri bajarildi. Ajoyib hujumchi. Mana shunday statistikalarda 2025-yilning o'zi to'purari bo'ldi shekilli. Menimcha yoki Mbappe bo'ldi shekilli. Kommentariyalarda yozib ketinglar, qaysi futbolchi to'purari bo'lganligini. Yo'q, Mbappe bo'lgan. Yozishlang shart emas ekan. Lekin Harry Kane ham o'zi bilasizlar qanaqa zarba ko'rsatkichlari yo'q hozir, qanaqa o'ynayotganligini. Yaxshi, 4-chi yashil kartali agentimiz ham olindi. Endi Ronaldo bilan almashtiramizda, Ronaldoni chap qanotga joylashtirib olamiz. Mana hozir yaxshi bo'ldi shu holat. Akkauntimizga Dembele hamda Mbappelar kamroq. Yana 2 ta yashil kartali player tushira olamizmi? O'zi bor yo'g'i bizda 4 ta imkoniyatimiz qolmoqda xolos. Mayli, taxmin qilamiz, tavakkal qilaveramiz. Futbolchilarni sotib yuboramiz mana bu yerdan. Nimani ham sotamiz? 4 tasini sotib yuboramiz hozir. Yo'q, 2 ta qilib sotaylik. Imkoniyatimiz mana bu yerda o'zi 9.2% gacha tushib ketgan. Lekin baribir qiyin. Oxirgi 4 talik imkoniyatda yashil kartali playerlar tushirish qiyin. Mana ispaniyalik futbolchimiz Llorente birinchisi. 3 ta imkoniyatimiz qolmoqda. Xo'p, yana bir imkoniyatni ishga solamiz. Yana oddiy futbolchi. Italiyalik darvozabon. Yana sotib yuboramiz bularni. Yo'q, bittalab sotib yuboraman endi bunisida. Oxirgi imkoniyatlar endi. 5-chi yashil kartali playerni ola olamanmikan bu galgi videoda? Va Mbappe yoki Dembelelardan birini olishim kerak mening missiyam bo'yicha. Yo'q.
Yana bir imkoniyat. Endi haqiqiy oxirgi imkoniyatimiz bo'ladi. Qanday kartali player tushsa ham tomosha qilaveramiz chiqishlarini. Lekin video vaqti ham cho'zilgan mayli. Oxirgi 356 ta olmasga shunchaki tavakkaliga agent ochib ko'ramiz. Qani yashil kartali player chiqsin endi oxirgi martasida yo'q. Afsuski oxirgi futbolchimiz portugaliyalik bo'lmoqda. Chiqishlardan 3-raqamli holatidan 86 kuch darajasi. Ruben Dias bo'lsa kerak. Ko'rinishlari shunday. Mana taknik 90 bo'lgan. Dias chiqdi va bizning olmoslarimiz tugadi. Mayli, endi akkauntning egasi rozi bo'lsa kerak, shuncha o'zi yashil kartali playerlar bir tomondan to'g'ri tushdi. Hammasi o'sha bizning imkoniyatlarimiz bo'yicha hisoblasak to'g'ri chiqadi. Mana bu yerga endi Alvaresni qaytaramiz. Mana bunday joylashtirsak ham bo'laverar ekan. Bo'ldi. Yetarli, bizning akkauntimiz mana shunday holatda qoldi va akkauntning narxini o'sha aytdim sizlarga Dream Liga O'zB Telegram kanalida e'lon qilaman. Akkauntning egasi narxlaydi va shunday boshqalarning akkauntini agar men kanalga reklama qilib bersam, pulga yoki tekinga reklama qilib bersam, sotuvchi o'sha akkauntning egasi bo'ladi. Men o'rtada turib beradigan bo'lsam ham shunchaki akkauntning to'g'ri o'tkazdirishiga qarayman xolos. O'sha oluvchi hushyorroq bo'lib, sotib olgandan so'ng Google ulab olishni tavsiya qilaman. Mana bu yerda bilasizlar, iPhone'larda Apple mana shu iCloud ulanadi. Androidlarda Google'ni ulab qo'yish kerak. Va yana bir narsa, Vyetnamlikka o'sha tanga olmos yig'dirgan akkauntingizni beradigan bo'lsangiz ham yangi Gmail ochib o'shanga shu akkauntingizni ulab tanga olmos yig'dirishga berishingiz mumkin. Balki keyingi videolarda sizlarga o'rgatishga harakat qilaman o'sha osonroq berish imkoniyatini va narxlarga ham chegirmalarni endi boshlasam kerak tanga olmosga, chunki mana shunday playerlar kelgan vaqtda o'sha Vyetnamlik o'tgan safar ham Champions playerlar kelganda narxlarni ko'tarmoqchi bo'lgan edi. Bu safar ham tushirmadi narxlarni, men juda ko'p so'ragan bo'lsam ham. Va baribir obunachilar ham to'xtamasdan tanga olmos deb yozaveradi menga. Ammo umuman ishonchli, mana shu shuncha olmoslar, agentlar ham shunday xizmatlardan yig'ilgan, mening o'sha sezon pas ochib berishlarim bo'yicha. Xullas shunday holatda bemalol menga ishonsangiz bo'laveradi, adminlarimga ham agar o'z birgina adminim bor hozircha. Bemalol ishonaveringlar. Balki keyin o'zi adminlikni to'xtatgandan so'ng o'zi Telegramda birorta ham ishonchli odam topolmasangiz ham kerak, endi mayli. Bu yog'ini bilmayman-ku. Hozir videoni tugatishim kerak, shuncha vaqtingizni oldim o'zi. Lekin rozi bo'lasizlar, shuncha agentlarni tushirdim. Kuchaytirish videolari yoki boshqa videolarni yana keyinroqqa surib turaman. Bir taxminan 2-3 kundan so'ng yana videolar chiqarishda davom etaman. Yaxshi montajlar bilan hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.